Abbos Fayzullayev atrofida oxirgi payt juda ko'plab xabarlar tarqalmoqda va unga Bavariya qiziqayotganligi haqidagi insayt ma'lumotlarga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Mana bu Husanovni top klubga transferdan keyin, Shomurodovni Romadagi ajoyib o'yinlaridan so'ng odam muxlis o'laroq xohlaydi-da va Abbosni potensialdan kelib chiqib turib, bemalol top klubda o'ynay oladi deb o'ylayman. Va aynan Bavariyani qiziqayotganligi ham bekorga bo'lmayapti. Endi to'g'ri, Bavariya babi katta klub, u yerda raqobat joyida, bunda yutib chiqish ham bor. Lekin Abbosni yoshi e'tibori bilan mana bu Koman, Sane, Gnabrilardan ko'ra ustunligi bor deb o'ylayman. Va Jose Guardiola kompaniyaning ustozi shu tomondan ham kompaniyaga aytgan bo'lishi mumkin. Shu o'lkadan futbolchi olish kerak edi. Ko'ramiz endi voqealar rivoji nima bilan tugar ekan.